Assalomu alaykum, Agrobuxoro YouTube kanali obunachilari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qishda barg bo'lish bo'yicha sizlarga eng yaxshi bezopasni usulini o'rgatmoqchiman, xudo xolasa. Payvandlash ko'chatlarimizga xudo xolasa barg olishni o'rgataman. Diqqat bilan qaranglar. Mana bu qizil dori nima? Maxim. Shu botiramizda qaychi qilyapmiz. Botiramiz, qaychi qilyapmiz. Qaychi chiqqan joyi orqasidan kraska bo'lyapti. Yana botiryapti. Делать? Этот здесь тоже половина. Mana barg olindi. Kesilgan joylarini qaranglar. Sırası kraska bo'lgan. Kraska bo'lgan. Endi ikkinchi palagimizga boramiz. Kraskaga botirildi. Yerga qaraylik. At shurda. Boy kesilgan joy. Sırası kraska bo'lyapti. At suda. Yana botiradi. Qaychining uchini yerga qaratib kesish kerak, faqat yerga qaratib o'tib. Kesilgan joyi sirasi maksim bo'lyapti. Birinchi, ikkinchi gulxonalarni oldini ochamiz. Bir tomoni ochib bo'lindi. İkinci tomonda harakat qilyapmiz. Uchinchi palakani ko'rsatamiz. Qaychini botiryapti. Mana yerga qaratib qaychini uchini kesyapti. Kesilgan joyi prima kraska bo'lyapti. Konse тоже. Üçüncü palagimizden kesip ko'rsatdik. Qishda eng oson barg olish yo'li. Qishda barg olishning eng oson yo'li bezapas. Kesilgan joy. Aslında kraska bo'lgandan keyin hech narsa qachon chirishmaydi. Qanaqa yomg'irli pagoda ham qilish mumkin bemalol bunaqa ishni. Terzinchisidan kesib qo'yishdi. Oxirgisi. Endi bu qizil dorini dozasini aytamiz. 100 litre Maxim XL yoki 100 litre deyman, 100 gram. Maxim XL yoki 100 gram Maxim plus. 300 gram, 400 gram suv qo'shiladi. O'sha hosil bo'lgan o'sha qizil doriga qaychini botirib mana shuni kesaverasizlar. Mana shuni bizga qishlik kuniga o'zi ishchi mo'min yomg'irli kun, bulutli kun deb o'tirmay, любой время yomg'irli kun bo'lganda barglarni qirqish to'g'ri kelaveradi. Kesilgan joylarimiz. Shuning bitta video qilish kerak edi. O'zimni shaxsiydan ishlaydigan dehqonlarimga ana o'qildim. Aytganman bu 2-3 yildan beri aytaman. YouTube kanalimda bu bo'yicha imenoy video qilish qilinmagandi hozirgacha. Endi bugun xudo xolasa xayolimizga keldi. Damlarni qilyapmiz video.
keyingi videolarni kutib qolinglar. Yaqin tanishlaringizga videomizni podelиться qilinglar. Hurmatli obunachilar, kelgusi videolarimizga ko'rishguncha deb qolamiz. Video sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, qolganlarga ham foydasi tegishi uchun bizlar videoni tayyorlab beryapmiz sizlarga. Sizlar videoni tarqatishga yordam berasizlar, podelиться qilasizlar. Salomat bo'linglar, keyingi videolarga ko'rishguncha.